Assalomu alaykum xonam qizlar. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz marhaba. Haqliq tort pishiriq salonining darsi Farg'ona torti. Buni keltirgan materiallar 200 gram shakar, 10 dona tuxumning iqi, 15 gram ko'miqo'noq kraxmali, ya'ni yumidien fini. Anandan keyin 2 bal qo'shiq poda fin. 100 gram yog' mig'izi, 200 gram hasal, 200 gram un. Unni tasqab elib olamiz. Oldi bilan mavu tuxumning iqini mavu shakarga to'kib, buni noyt obdan ko'ptiramiz. Qanday mavu rishali bor o'g'ilchi tarafini. Shunga o'xshash noyt obdan oppoq ko'ptiramiz. Mana bu meni shunday tortning qaymog'idek ko'pab musholatga keldi. Bununla endi suratni tezlatamiz qizlar. Mana 200 gram hasalni to'kamiz. Mavu poda bilan ko'miqo'noq kraxmalni solamiz. Yong'oqni solamiz. Unni solamiz. Nihoyat tez suratda aralashtiramiz buni. Müştaq qilib tekish qilib tez suratda aralashtiramiz qizlar. Uni yeyilib bo'lsa bo'ldi-chu, tarkibda. Mana ichida-chu, unning juqi qolmaslan bo'ldi, Mana mushalat keldi, Buni endi ma tortning lisini maylab to'kimiz. Ma 10 so'mlik tortning lisi, qizlar. Mana müştaq tez birdamda aralashib bo'ldi o'zi. Uni tasqib olsanglar, tez aralashadi. Buni to'kib, duxovkani oldinala bir 5 minut qizitib elib, 160 dan 170 gradusgacha bo'lgan aralıqda yarım soatgacha, yarım soatdan 40 minutgacha bo'lgan aralıqda qizartib pishirib olsanglar bo'ldi. Endi davomli pishirayotgan xonim qizlar bo'lgandan keyin men asosan o'zimning duxovkasining ahvol bo'yicha so'zlayman darsni. Sizlar o'zingizlarning duxovkasi qancha gradusda bo'lsa, shunda qilsanglar bo'ladi. Asosan mavu faqalining o'lchami bo'yicha bo'ladi, Hamma urib bitmas, endi yerlar o'tib qolsa chiqdi. Endi duxovkaga solsak bo'ldi. Xonim qizlar, mana tortimiz pishib chiqdi. Shunday chiroyli ko'pdi, shunday yumshoq chiqdi. Endi buni men bezisekim bo'ldi, lekin men oddiy bir bezish usulini ko'rsatib beray. Buni o'raymiz, chunki tortlarniki mavu tegi tarafi tuz chiqadi-chu. O'rib mana tortning qaymog'ini ko'ptirib oldim azroq. Buning bekchiq ishlatmasak bo'ldi. Bu mana shu tamshaqning qaymog'i. Buni yollarga surkimay, ustiga tekshir qilib surkib olamiz. O'zingizlarningki qaymoqni yeyish ahvolingizga qarab, chiqroq yeyishni yaxshi ko'rsanglar, qilinroq surksanglar bo'ldi. Azroq yeyishni yaxshi ko'rsanglar, azroq nepizroq surksanglar bo'ldi, Tekshir surkib olgandan keyin-chu ma'noda sil iz chiqarib olamiz, gul chiqargan chog'da tekshir bo'lmay qilishning oldini olish uchun sil iz chiqarib olamiz. Mana izni chiqarib oldik. Mana tamshaqniki meva qiyamlari. Müştaqranlarni o'zingizlar nim qilib, siqib chiqarib elib, qo'shiqning kayni bilan
o sızıksız vagan çigrarimizden ötküzüp etmey. Yiyit olmaz. Muştaq hazır cümüşçilik kıldık. Mana mavu adetki çüçiz qırğa uyçılığı çünç birenikna. Anandikin maxaltanın uçunu kesitip uçunu mana içine silip kaymak muşançayı salımıza. Hem de aval çöğürsünü bizeyimiz adıyla mı? Çöğürsünü admışında kılıp çıkınız. Mana hanım kızlar, oturğum abiyem piçaq iz çıqırıp aldık ku.